Qayerga yuramiz? Ana metro. 指针远开，前方景观平台有网红打卡拍照。Mana haqiqiy Uyg'urlarmon. Mana menyulari ham Uyg'urcha. Ya qoshiqda yeydi. Qoshiq. Hammasi yozuvlari ham Xitoycha. Petrmantra yaxshi bo'ldi. Mana Kava. Uyg'urlarmonda o'g'ri mashaka ekan mana. Mashaka men tanishib oldim. O'zbekistonda bor kava. Kava O'zbekistonda. Mana osh ham bor, Toshkent osh. Oshni endi boshqa kun yeyman hozir, qorin to'yib qoldi. Mana monti bo'lyapti, monti. Kechki payt o'shanda ikkitadan yeymiz. Bitta ochinchi o. İchi to'la go'sht. Doniyor berdo'sim, mana boshqacha narsalar ekanda. O'rikdan ham berdi, endi o'rik o'zimizdan ham. Yama akashni bilgan. Uni Bola. yemman undan. Menga notanish narsa. Bu kokosmi nima bu? Mango, kangomi? Bolo. Manim deysiz mana? Bu brat ismi Usmon ekan. Usmon bilan hozir gaplashib, tanishib turibmiz. Manim deysiz mana sizlar o'zbekcha aka. O'zbekcha? O'riknim deysiz. Buni oxirigacha mana shu ko'rinmaydi, ovqat bozor. Ovqatlar tayyorlaydi. Mana bu do'ppili. Har xil. Misol ovqatidan tortib, anorli so'ki. Hamma ovqatlardan. Ammo turi ko'p. Doniyor do'stim mana hali. Bunday damlasa ochiladigan gulmashet degan mana narxini yozib qo'yibdi. Pulga bir butilkasi 17 mana hozir ko'rsatdi. Ha, biz pulga mana shu butilkada 17 ming so'm ekan. So'mga 17 ming o'zbek pulga. 10 mana bu yerda men umrimni oxirigacha ham o'qisam ham bu narsalarni o'rgana olmaymiz biz. Bu nomi raza ko'p. Aptekani o'rniga hoji sinding sen endi bu narsalarga borib bo'lsa bizga. Pichonni yaitsa bu. Pichonni. Ana, ikkitami yeymiz dedik. Hadi yeymiz. Hadi o'tirib yoraylik. Bu asalmi bular? Asalmi? Asal. Bu nimani tuxumi katta? Askrim oldik. Biz pulga 10 yuan ekan, biz pulga 17 ming, 8 ming bo'ladi. Tuyan ustidamiz. Bu narsa ekan, ayron emas, shirin narsa ekan. Doniyor ve do'stim bolasi. Mehmon derazasidan qarab turibmiz-da endi. Bizga. Ha, bu yerda endi shom bo'ldi, lekin soat 22 dan ham o'tib ketdi. Lekin endi shom vaqti bo'ldi. Shahar Razgariya degan joy mana shu. Kechasi вообще boshqacha tusga kirar ekan ko'cha. Reklamalar. Chotki panorama qilib ber. O Nasriddin apani bizga yoshligimizdan o'zbek, marg'ilonlik, buxorolik desa ishonib biz bu o'zi asli xitoylik ekan. Mana qilib brat shashliklarni qilyapmiz. Ammo zadniy foni chotki. Fonda shaharda qoq o'rtasi.
这排着队呢，这么多人。 Brat, bratlar non taqillatib bosishyapti hozir. 这个就吃没有，你明天走。会坏的哦。就几天吃完了可以放多少钱啊？这个1个月。这么大，你再回去吃啊？哎，对，哎。我要一个。 Taqillatishiga 5 ketamiz ana. Voy. Nasr napandini eshik aravasini oldiradi. Bu non muzey ekan bu. String qilib Oh, sesirdan olib bor ekan. Ular oldi. Haqiqiy nolni ozamasdan degustation qilamiz. Degustation. O'sha nonga bag'ishlangan muzey ekan. 拍到了啊！你快都拜着啊！ Mana shu endi ko'cha oldi ochilyapti. Bu ko'chani endi biz ertalabgacha aylanib ham menimcha aylanib chiqolmaydigan darajada uzun ko'cha ekan. Orqasigacha ko'rinadi. Odam more. Soat 1-kuni uzun. Hammasini yegimiz keladi. Osh aytdi, oddiy plov. Manti, oshqovoq manti. Oddiy go'shtli manti. Mana somsa bor ekan. Qovuq ham bunday chiqib turar ekan. Endi bitta ta'mni eslatdi-da menga. Mana o'sha mashhur botanik bog'iga kirdik endi kirishga. Mototsikllar skuter berar ekanmiz, olishni bilmaymiz kartami. Shu parkka kiryapmiz hozir bu yerda. O'sha mana yo'qolib ketayotgan hayvon, o'simliklarni saqlashadi tabiat. Men endi kiryapman, YouTube'da ko'rib olganman. Yo'qolib ketayotgan daraxtlarning turlari shaqalarni ko'paytirishar ekan. Nilufar gulga ham shunday sig'inadi desak ham bo'laveradi. Juda ham katta park. Vafshi katta qadimgi daraxtlar ham bor ekan. Mana baliq bor ekan. Nima qilib qo'ygan ekan? Oyog'ini tiqar ekan, ana stolchalar qo'yib qo'yibdi. Odam kelindi, oyog'ini tiqsa, baliq kelib oyog'ini tiqlaydi ekan. Hammasi tabiiy, suv bo'lgan. O'sib yotibdi, kaktuslar, yo'qolib ketayotgan gullar mana shu yerda ekan. Ular haqiqiy emas desmi? O yerda bir kun umrimiz yetmaydi. Ham uni aylantirib o'tgan. Mana yozuvga basel gullar ochilibdi. Birortasini nomini bilmaymiz biz. Bu yoqqa dalsh ketgan. Ya o dashmi xolam ham gulga qiziqar shekilli. Gazini bosib olyapti. Gul, mana gul. Gul. Hidam vaqti o'ziga tortyapti. Bugun kechgacha keta olmaymiz bu. Yo'q, tirik ekan-da. Tosh o'rtoqlar. Bu ko'ring, bu. Mana tosh o'rtoqlar deydi. Bu oyoqlarda
Dedi vardı, boshqachalar bor ekan. Просто narsa. Qora baliq, qizil baliq, zebra, dumay baliq. Qimmat ishlar shekilli mo'la. Kullanı bollar yeganlar. Ulachalar kichkina kichkina. Vallahi. Bundan da kobra yotibdi, qimmat ilon shekilli. Nimasi ilon bor? Kichkina kichkina. Dorilik kelganlar. Dorilik kelganda bitta chaqsa odam nasmiyat o'zi. Ondan niza bor ekan, shunday. To'tilarni bitta ko'rib qo'ying, to'tilarni. Dakida ko'rgan to'tilarimizni ko'rib qo'yganmiz. Bizlar ancha-munchasini. Endi vaqti boshqalari bor ekan. To'ti bozoriga ketib qoldi, to'ti bozor. Kichkina idishlarga hisob qo'yibdi. Вообще bo'lacha qimmat ishlar ekan bular. Bularda ham balolar bor. Bunisi вообще shikardos. Endi buni hammasiga bitta arzon to'xtaladigan ham o'zi bu bugun baloda aylanish qolmaydi baloda ekan bugun. O'ta ko'p shunday yoppa-yoppa qo'yapti. Bu qurt ekan mana. Buna yedi shekilli qurt. Sayohatni bu yog'i botanika bo'lib ketdi endi. Bunaqa bu uzum daraxtini ko'rdik. Endi bu yoqqa qarab, o sherida aytib kelmasam, bu yoq boshqa dunyo ekan endi. Hozir sherida aytib qaytamiz bu yoqqa. Baliqqa qiziqadi yo'llarga. Alohida. Yani boshqa sayyoraga tushib qoldim debganda, Kusto yashagan zamonda boshqa bir taassurotlar. Ilonlar, shikardosmi, ilon mazaqli, jamboga boshqa. Bunisi endi hammacha mana chigirtkan ovozi eshitilayotgandir. Bitta bor O'zbekistonga qo'yib olsam, hamma yo'q deb tashlab qo'yganlar. Bizning nomini Kusto ham bilmasa kerak. Mana bunday narsalar bor ekan, toshbaqa. Kichik mangus bor ekan, mangus ko'rdik. Ular ham hatto juda izzatda yotishibdi. Kayfda afrikancha qo'yishibdi. Mana endi vaqti kayfda hozir. Kubsta ekan bu. Shunda turibdi qachondan beri qimladi. Hampavirus mashina tashdida O'zbekistonga. Balolar yana. Kanarika. To'tilar bor. Esimga Jim Carreyning Maska degan kinosi esimga tushib ketdi. Maskadagi itumi mana.
eshikni ochib oladi, dollar chachilib ketadi. Bu mushuklar katta hozir. Endi bu video imенно boshqa odamga emas, Doniyor videosimga mushuklar. Mana hali bizni bitta mushuk berganman, ana shuni ikkinchi ko'krasi mana turibdi mana. Bir xil ekan. Qimmat ishiga. Itlardik. Qizib qopti hozir itlar. To'la ichi shu naryoqda ko'rgan balolarimizni mashaga hammasini aklab tashab qo'ygan ekan. Nom berdi, mashada yashaydi ekan bu balolar. Maqtaydan bor balolar. Bizni yeb qo'ymayapti ham bular. Janjal. Park. Mana qanaqadir gul ekishdi. Kichkina tuvak o'ta katta bu brat. Ikkita brat. Uni bosyapti sug'orib. Ya oxiri ko'rinamaydi uzun joylar. Qizlarga qiziq chiqib oldi. Voy, onani enasini ensin. Uyu degan joyi yo'q. Bo'ldi endi. To'xtataylik. Voy bile. Da men ko'rib Aşı ayağlar atılıp gitti. O? Şimdi raqqosga kim qiziq bo'lsa Nocnoy Las Vegas. Yani Las Vegas'ga kelib qoldi. Huawei zavod. Ya, yana Las Vegas ko'chalari. Вообще boshqa bir sayyoraga tushib qoldingmi deyapmiz-da. Manaqa Houston Building deganlar yo'q, Bank of China. Piyoda yurgan sarimiz manaqa yurgan sarimiz biridan bu
Las Vegas. Yo'q. Yurib kelmagan. Lekin bitta narsa, Xitoylar o'zi chiqargan mashinalarni bitta ham o'zi bilmaydi ekan. Hammasi Toyota, Nissan, Mayda dahshat binolar bular. Oho, Las Vegasda his qilyapman. Mana yerda binoning orqasida yana ochilyapti. Mana haqiqiy uyg'urlarni oladigan ikkita zakaz qildi. Brat qilyapti. Mana bizni haqiqiy 100% uyg'urlarni buni achchig'idan sherik qo'shar ekan. Vositani ko'zdan yaxshi chiqarib olsinmi? Ana cho'pagini olib keldi, u cho'pak deydi sherik, men qoshiq deyman. Bismillah deb boshlab, kafesiga. Tepasida o'zim soldirib keldim, faqat endi o'rik o'zimizda bor, qo'qon giloz ham bor. Ko'rmagan yangilik uzum. Uzum ketdi. Kilosi necha pul? O'zi otelda umumiy oppa ko'rinishi. Böyle kiyimler, garderob. Yerde odatiy dush, hush, bundan dush sochqonlar. Bu yerda rakvina, fen, hammasi joyida. O'zimga pasta cho'tka, ozodalik. Yonida tifal chaynik. Suv qo'yib qo'yishdi odatda, protivogaz, если что, bilib olarmi? Bu kaminaning joyi, tegilmagan, sherik, televizor, Wi-Fi, ni xrena ishlamaydigan, trimmer, condition, stol, dars qilgani. Ammo eng qizig'i vid shaharda ko'rinishi. Bugun sayohatimizni 4-kuni bitta water park deganga kelyapmiz. Odam yo'q, sababi bu yerda hali ertalabda biroz bo'lmaydi ekan. Bular Qanday ham bor? bitta ozero bor. Generator yo'q, ador bir xilda. Bu tepaga olib chiqib, pastga aylangandachi, shu qo'rqinchli bo'ladi. Китайская кухня bu, salatlar bo'lsa kerak. Mana ovqatlar. Nomini boshqa bilmayman. O'shatdim. Sherik lamanat edi va antiqa keldi. Biz 3 ta tarelkada, bu kichkina DPS bu laman, endi buni qo'shar ekan, o'zi qo'shib olar ekan. Qo'shingchi boshqacha texnologiya yo'q ya. Ko'pagan, menga osh keldi, bir tovoq, qo'yoq qo'yg'oshiga, lazer guruch. Keyin keldi, buni hozir nomlarini aytolmayman, qiyin nom. Boshqa park. 4-kuni soat 14 bo'ldi, bugun payshanba. Shu parkka kirishda obzor endi bu yerda obeddan keyin boshlanar ekan, hamma ertaman hech kim bo'lmaydi ekan. Faqat bitta balandlikka manaqa qurgan ekan, bog' shamolga o'xshab, Farhod ve chiqing desam billa chiqamiz deydi. Chiqmayman-da. Pastga tushyapti mana. Farhod ve manaqaga tushdi kelayotga. Aytib qo'ying videoda. Men endi qo'rqdim. Men hozir qanolaman, qo'rqaman. O'sha yetadi deganda tushirdim. Ko'z ochdi. Ko'zim ochdi. Alam shu kungacha ana balandlik ekanda. Mana o'zi. O Dubai Marinadan chicha baland ekan. Mana shahar. Ana har bir shu Urumchiga kelgan odam turist bilan dastlab shu yerdan boshlash kerak deydi. YouTube'da biz bu yerdan boshlamadik. Tugatamiz shu yerdan. Shu bitta tepalik bor ekan, Смотревая площадка parkda, shu yerdan boshlashadi ekan. Shahar shunaqa chiroyli, bejirim ko'rinadi bu yerdan. Rosa uzoqlar, 10 kilometr, 20 kilometr. Shu pastlarda yashayapti.
那这个为什么？那一条公路，乌鲁木齐的主干道叫做河滩快速路，从吐鲁番然后一直到乌鲁木齐往外出，这条路就是主干道。有雪，这好了。有看到有雪。没，新疆全世界海洋资源，但是新疆不缺水。Böyle şuna bir tepalikka chiqdik o'ta. O hali haykal pastda qolib ketdi. Bu yoq endi Esh shahar tomonlar deymizda. O'zimiz Anjanskiy she'rida bu yerda hamma bu nima ekan menga birov tushuntirib beryapti, biz tushunmayapmiz. Bir ikkitasidan so'radik. Nimaligini endi xitoychani tushunmayman. Ama shamol va shu kuchli itarib yuboraman deydi. Общий панорама. Gazollarni sug'orishni boshladi. Vaqti salqin qilib qo'ydi. Biz hozir havo sepayotgan kelyapti. O, ana, menga sepmaydi. Daraxt to'sib qoladi. Sug'orish tizimlarini ko'rdim, havas qildi, o'rgansa bo'ladigan darajada. Artishayotgani kelyapti. O, sepilmaydi. Bizda bo'lsa, shunaqa holat, sharoit darrov so'rini qo'yiladi. Mana bitta ko'ra, shashlik, tarvuz qovurlarni qo'yib, darrov bitta topadigan biznes. Bu buqa stolga turibdi bu. Ot ekan. Ashtaho. Shu og'zidan olov chiqarib yuboraman deyapti. Bu endi cho'chqa, uni tigr, lefmi, kobra. Oxirida endi olmasam, so'kish eshitib qolaman, nima ham bor ekan. Ana qora qush emas, bulbul. Ana. İşte kamalaya chiqya. Ko'rinayotgan bo'lsa. Endi umumiy obzor bu yoqqa ketgan yo'l. Mana kamala. Qisqasi o'rmonda o'rtasidamiz. Tailand, Singapurlarga o'xshagan shu tomonlarda bo'ladi deb eshitdim. Shunaqa joylar. Atrofim o'rmon. Hozir bu yoqqa qarab yuramiz. Mana o'rmon bu yog'i tugadi, mana yer so'qmoq yo'lam tugadi, bu yoq polni o'rmon. O'rmon, daraxtlar. O'rmonda yo'l 3 ga bo'lingan joy. O, pastdan chiqdik. Bu yoqqa ketdi, botanika bog'i bu yoq endi. 100% botanik bog'. Shunaqa manzarani tashlab ketib yuboramizmi? Ya bundan zo'rlari bormi naryoqda? 可以啊。来，叶菜，菜。Nomini bilmadingda lekin. Ha, ishonmayang deya. Rasmga olib qo'yasizmi? O'zi rasmga olib bo'lmaydi bu yerda. Clock Tower'mi? Nima tower bilinmas. Через 300 метров поверните направо. Qanaqa joylar bor ekan, mo'l degan joylar. Biz endi
Ash Clock Tower'da ichiga kirib ketdi. Onu evakuatordan chiqamiz, eskalatordan. Endi 100 topa olmaymiz chiqadigan. Apartman. Ana albatta molga ko'tarilyapmiz hozir. Katta joylar ekan. Mashinadan qimmat bo'ladi. Narxini yozib qo'yibdi, tushunmadi. Mana boshqa mototsikllar nimasi bor ekan, ular shu ekan. Voy. Çok hoşum. Alisa. Ko'chaga chiqib bormayapti. Ko'mir. Ya'ni ko'mirda choy qaynayapti. Tuxum, mana chuyda, mana tovuqlar pishiryapti. Hech payt uyga ketadi, o'tda pereprava, ziravorlari bor. Bedana tuxum. Ularni qo'shadi. Ko'katlardan kechpay chiqar ekan. Aka kun botganda. Motor bo'lib, keyin kirketaveradi bu. Bunaqa nomi nima dedingiz? Perşembe adam gelmiyoruz. Buni nomini nima dedingiz? Konungo. Bu qaysi davlatda? Shu yerda bo'ladimi, chet eldan keladimi? İçkere. Xitoydan kimmi? 老板，我的鸡腿儿。要干嘛？要辣，加不加糖？不加，光要鸡腿儿。我前面付过了啊。 Do'konga kirdik. Hozir qaytishda mana tofu, hali pet English bilan yuradi-yu. Xotiniga o'g'il. Ha, o. Protein, petlar yuradi-yu, iris bilan. Mana shu yeydigan narsalar mana shu hamma salafanda. Doniyorbek, do'stim mana qulpinoyni deyapti. Endi qulpinoyga o'xshatyapman, qulpinoy emas. Manaqasi chiqdi bugun, bir bo'lakchasi uchrab qoldi yo'lda. Boshqacha meva ekan, mana ham endi bilmayman qandalarmi. Bundan Arabistonda yeganman, uni bilaman. Uzumlarni qarang, vobshe mazza. Lekin mana shuni bugun uchratdim, ko'rmaganim yerda qolganini. Endi cherry, perilar, uzumni qarang, katta. Apiki o'g'irlaman, oshchasi, tepasi. Ko'cha, oqshom, anaqa follari bor, binolar. Ko'cha polni. Apiki o'g'irlaman, oshchasi, tepasi. Ko'cha, oqshom, anaqa follari bor, binolar. Ko'cha polni. Benim gülü sana, aşkım ne gülü sana. Benim gülü sana, aşkım ne gülü sana. Yüzümün kırılsa, gülü sana.
Mevalar bozoriga kirib ketyapmiz ekan. Endi haqiqiy emas. Bo'lsa simvolический. Bu yerdan bilish mumkinki, Xitoyda ham qadimdan paxta yetishtirilishini qadimiy tarixdan bor. Paxta bitta nafaqat bizda, Xitoyda ham paxta bor. Bu yer shunaqa Toros qovunni meva bozori tushishimizga podvolga. Shunaqa shirin mevalarni hidi kelyapti. Buni endi nomlarini ham bilmaymiz hattoki. Lekin o'yda Nestle bolalarda Nestle kashalarni mana bu yong'oq magazin ekan. Bu katta g'ozli tuxum, o'rdakli tuxumicha keladi bu kattaligi. Mana biz odatda jajgalga qo'yib qo'yamiz. Aslida katta bo'lishi, yerga egasi ham yo'q ekan. Notik. Bu tabiiy sharbatlar ekan, shu mevadan mana olmadan qilingan. Voh, qurbonlikka qo'chqor turibdi, ba'zi. Haqiqiy o'shanda. Mevalar qo'lda haqiqiy bog' qo'shiydi. Bu narsani otabek biladi nomini, men bilmayman. Buni ajro bo'lsa kerak, ajromi desam, yo'q, boshqa narsa deyishyapti. Uzun, вообще katta ekan. Xitoyda bizga Oltinko'lga O'zbekistonga kelgan sellar keldi bizga. Yomg'irni ham ko'rdik mana. Zonti berdi mehmonxonada. Eshitadi, turarga resepsiyondan oldi. Tamamı, bittadan mı? Oh. Haqiqiy Uyg'urlarmi? Choy. Ramashkali choy. Buni mana unda olib keldi tepasini, bunga qo'shib o'zimiz aralashtirib. Hamma cho'pada yeyapti. Bitta to'shib qoshiqda haydayapti. Hilton degan joyga keldi. O, do'pqallik o'tadigan. Bir aylanib Hiltonda tagidan Registondan chiqib qoldi. O'ga O'zbekiston Registon deb qo'yibdi. Xitoyda qoq o'rtasi. Mini Registon. Shalpa Registon ham desa ular Gold Prizrak. Ikkita stream qiladiganlar bor, boshqa hech kim yo'q bizdan boshqa. Mana qadimgi muzey. Ochiq osmon ostidamiz. Bu yerda Registon rasmini ko'ryapman, haqiqiy Registon. Juda bir rivolali joy bor bularda. Podshosi, arabalar. Mana birinchi bug'doyni maydalaydigan melnitsa. Mana ochiq osmon ostidagi muzey. Men tushunishimcha bu İpek yo'li degani shu Samarqanddan boshlanib shu Qashqar tog'larigacha kelgan bo'lsa, mana cho'lda endi nima yuradi? Tuya yuradi tagi cho'lda, mana shu tuyalarda karvon kelgan demoqchi shekilli. Daraxtni ataylab mana shunaqa o'stirishganmi deyman-da. O'zi shunaqa o'sadigan.
oltita qavat yo'llar. Aeroportdan bolalar futbol ketyapti shekilli Amerikaga. Endi aeroport вообще katta. Endi sizga oxiri ko'rinmaydi. Слишком